Odam bolasiga shikoyat qilma birodar, chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar, ro'parangda turgan odam u ham odam. Senga foyda ham, zarar ham keltira olmaydi. Chunki foyda, zarar keltirish Alloh taoloning qo'lida. Ro'parangizda turgan odamga shikoyat qildingiz. Do'stingiz bo'lsa, uni siqilib qayg'urishiga sabab bo'ldingiz. Hech narsa o'zgarmadi. Agar dushmaningizga shikoyat qilgan bo'lsangiz-chi, bilmaysiz, shikoyat qildingiz dushmaningiz, u aybingizni ko'chaga olib chiqadi. Mana shunday bir qiyin holatda qalbida xushusi bor mo'min soatlab Alloh bilan birga qoladi. Zikrda, duoda bo'ladi. Ishi tushmayapti, uyi yo'q, uylana olmayapti. Bunaqa odam Robbisi bilan uzoqroq birga bo'lsin, uzoqroq iqbol qilsin, xushuli bo'lsin. Alloh albatta uni mushkullalarni hal qiladi. Bir do'stingizni uyga mehmonga borsangiz, u qo'lidan kelganicha sizga ziyofat qilib beradi, borini beradi. Endi Robbil alaminning uyiga kirsangiz-chi mehmon bo'lib, nimani beradi Robbingiz? Sizga mana shu hikmatni beradi. Qalbingizga rahmatni beradi. Qilayotgan ishlaringiz hikmatli bo'lishini beradi. Endi bunday hikmatga ega bo'lsangiz, albatta juda ham bir katta hayriyatga yetishdingiz. Sen banda hakim zotni tanigin, u zot senga hikmatni ato qiladi. Sen banda rahimli zotni tanigin, u zot senga rahmatni beradi. Sen banda ar-rofiq, muloyim zotni tanigin, shunda u zot senga rifq, muloyimlikni beradi. Adolat, hikmat, ilm, istiqomat bularning barchasi Alloh tomonidan bandalarga beradigan in'omi. Allohning uyiga kelganlarga Alloh taolo beradigan in'omi. Gohida yolg'iz bo'lib qolasan, xonlikka kirasan, mashaqqatga tushib qolasan, daromading ozayib ketadi, qarzga kirib ketasan, senga dushmanlik qilayotganlar ko'payib ketadi, hasadgo'ylar, g'iybatchilar, tuhmatchilar qilmagan ishlaringni qildi deb, aytmagan so'zlaringni aytdi deyshadi. Shunaqa holatda nima qilish kerak? Modomiki o'sha maqsadga yetishlikda sodiqmisan, haqqa yetishlikda rostgo'ymisan, sobit turish kerak. Chunki mana shu narsalar bilan Alloh taolo sinaydi biz rostgo'yligimizni. Pul bo'lsa changalda sho'rva deydi birovlar. Uni nazarida hamma yo'q pul bilan hal bo'ladi. Hamma muammodan pul bilan chiqib ketaman deb o'ylaydi. Rostdan ham shunaqami? Rostdan ham hamma mushkula, hamma muammoni pul bilan hal qilish mumkinmi? Birodarlar, bu so'z sizga Allohni unuttirib qo'yadi. Pul bo'lsa changalda sho'rva degan e'tiqod, so'z Allohni sizni yodingizdan chiqargizib qo'yadi. Pulingizga suyanib qolasiz. Alloh g'ayur bo'lgan zot, bandasini qizg'anadi. Agar uni o'zidan boshqaga suyanib qoladigan bo'lsak, ilmimizga, hunarimizga, pulimizga, tajribamizga, tanishimizga Alloh tomonidan bir muolaja keladi, kutib turing. Agar yaxshi ko'rsa muolaja beradi. Bo'lmasam yuraverasiz o'sha pulingizga ishonib, akangizga ishonib. Akangizni baylab qo'ygani yo'q kursiga. U pulingizni ham baylab qo'ygani yo'q. Allohga suyanaylik birodarlar. Allohga suyanaylik. Bolani ruhiyatini uydagilar yo ko'taradi yo tushiradi. Bak naraqa bor, boshim og'riyapti. Enangga bor, otangga bor, akangga bor. Otalar sizlarchi mana bu derazaga o'xshaysiz. Shunday kelib dunyoni ko'rmoqchi bo'lyapti. Siz shuni ochib bersangiz, o'zingizni qalbingizni ochib bersangiz, dunyoda siz orqali taniydi. Siz to'g'ri degan narsani to'g'ri deb ulg'ayadi. Siz noto'g'ri degan narsani noto'g'ri deb sizni o'lchovingiz bilan ulg'ayadi. Agar yopib qo'ysangiz, boshqa derazalar ochadi. Boshqalarni ko'zamigi bilan dunyoni ko'rib oladi. Shuning uchun bolalarimizni ko'ngilini cho'ztirmaslik uchun, jur'atli qilib tarbiyalashlik uchun birinchi nima qilishimiz kerak? Hammamiz qo'limizdan keladi. Bu juda oson ish bu. So'ziga quloq solish kerak. Eslang, qachon siz o'sha 3 yashar, 4 yashar bolangizga o'tirib, bitta katta odam bilan gaplashgan qilib 5 minut gaplashgansiz. Masxara qilmasdan, kevada turmasdan, xuddi o'zingiz bilan tengdek qachon muomala qilgansiz bolangiz bilan?